Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aslida dengiz bo'yida ishlashlik harom emas. Ish jihatdan qarasak, uni hech qanaqa mo'naligi yo'q. Ish yoki sotish yoki olish, boshqa narsa qilish, uni jihatidan hech qanaqa mo'naligi yo'q. Endi muammo u yerda o'zini inson fitnaga duchor qilishligida, o'sha har xil manzaraga, ochiq-sochiqda boshqaga o'zini duchor qilishligiga. Mana shu endi qaytarilganda Alloh taolo oyatda "Va la tulqu bi aydikum ila tahluka" o'zlaring o'z qo'llaring bilan halokatga tashlamanglar degan. Ya'ni bu shunaqa joyda ishlashlik bu inson o'zini o'sha halokatga urishligi bo'ladi-da. Asli halol narsa bo'lsa ham, lekin shu agar haromga olib borsa shariatda man qilinadi. Shu yuqorida aytgan oyatimizni tafsirida o'sha sababi nuzuli ham o'zi shu bo'lgan. Sahobalar biz ham endi bir nimani tark qilib jihodni vaqtinchalik qo'yib turib yoki endi bir ishlarimizni o'nglab olaylik, endi biz ham tijoratimizni to'g'rilab olaylik deganda o'zi aslida halol narsa bu ham mana. Shuni Alloh taolo shu oyatni nozil qilganda, ya'ni sizlar bunaqa qilib shariatni meni ma'lum bir miqdorda qo'yib turaylikda hozir dunyomizni ham to'g'rilab olaylik deb o'zlaringni o'z qo'llaring bilan halokatga tashlamanglar degan. Bu ham shunga o'xshab ketadi-da, aslida halol narsa bo'lsa ham, lekin o'sha fitnaga inson duchor bo'layotganligi uchun bu o'sha haromga olib kelayotganligi uchun man qilinadi. Bunda o'zi shariatda qoidalar bor. Halol narsani agar haromga sabab bo'lib qolsa man qilinadi. Masalan, oddiy uzum sotishni olaylik. Aslida uzum sotish halol. Lekin endi shu bilsangizki, shu sizni o'zimizni bir inson olib undan vino qiladi, shunaqa narsa qilib mast qiluvchi ichimliklar qilishligini bilsangiz, o'sha odamga o'shani sotishligingiz harom bo'ladi. Chunki u uni haromga ishlatadi-da. Bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. Shuning uchun qilinmaganligi afzal bo'ladi. Boshqa bir fitna kamroq bo'lgan joydan izlanishlik kerak-da.